Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Azat. Bugun chorshanba. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizdən təfsilatı olsun. Xitoy hökumət to'g'ri 18 kundagi xabarda bildirilishicha, atalmış Abnum rayonluq partiya komitetining sekretari Ma Xingrui va qo'rchiq raisi Erkin Dunyaz 18 mart atigida Qozog'istonning savdo ministri Arman Shakaliyev bilan Sharqiy Turkistonning Urumchi shahrida ko'rishgan. İki taraf asıl kalan mühim ortak tonuş ve Xitayning atalmış Şinjan'daki hamkarlıkını çoğunkurlaştırış, Qozog'iston bilan iqtisod, savdo ve başka sohalardagi o'zaro manfaat yetkazish hamkorligi to'g'risida cho'nqur fikr almashtirish olib bergan. Yig'in jarayonida Ma Xingrui, Qozog'iston Jungoning Şinjan'ga qo'shni, bizning eng muhim savdo hamroyimiz. Qozog'iston bilan Xitoyning hamkorligini cho'nqurlashtirish, Şinjanning echilishi va taraqqiy qilishining muqarrar talabi bo'lib qolmay, yana ikki tarafning o'rtak manfaatiga intayin mos keldi. İki tarafning hamkorlik sifati va unumini yana mustahkamlab va yaxshilab, iqtisodiy va savdo ko'lamini texnik kengaytirib, port, aviatsiya, temir yo'l va boshqa aslarning qulaylik darajasini o'stirib, dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlari savdosi va madaniyat sayyohati hamkorlikni texnik kuchaytiramiz. Boshqa sohalarda ikki tarafning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotining tezlatilishini ilgari surib, Xitoy Qozog'iston o'rtaq taraqqiyotini barpo qilishga asos solamiz va oldimizdagi bu 30 yilni oltin davrga aylantiramiz deganlarni bildirdi. Shakaliyev bo'lsa, Qozog'iston bir balvoq bir yo'l o'rtaq qurilishida ko'rik sifatida intayin muhim rol o'ynaydi. Qozog'iston Xitoy savdosi o'tgan yili yangi muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Şinjan Jungoning g'arbga ichib etilishining chegara ayg'iz bo'lish sifati bilan intayin muhim rol o'ynaydi va zo'r to'h bilan qo'shdi. Qozog'iston Şinjan bilan bo'lgan iqtisodiy va savdo hamkorlikni davomli kengaytirib, ikki tarafning savdo ehtiyojini qondirishga texnik ko'p kuch chiqaradi. Import eksport umumiy miqdorini unumga oshirib, tamojin sharoitini davomli yaxshilab, dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlarini tekshirish va karantin qilishni texnik qiyinlashtirib, texnik ko'p Qozog'iston mahsulotlarining Jungo bozoriga kirishini ilgari surib, amaliy harakat qo'llanib, ikki tarafning har qaysi sohadagi hamkorligini yangi bir saviyaga ko'tardi degan. Xitoy Tangirtog' to'rining 3-19 xabarda deyilishicha, Urumchi tamojinasining eng yangi statistikasiga qaraganda, bu yilning oldingi 2 oyda Sharqiy Turkistonning O'rta Osiyodagi 5 davlatga qilgan import eksportining umumiy qiymati 43 milliard 740 million yuan bo'lib, o'xshash mezgildagidan 33% oshib, Xitoyning O'rta Osiyodagi 5 davlatga import eksport qilish miqdorining 46%ni kelgan. Bu eshish import eksport ko'lami jihatda Xitoy davlati bo'yicha birinchi o'rinda turgan. Xitoyning Qozog'iston bilan bo'lgan import eksport miqdori ko'rinarli oshib, eshish nisbati 79,5% ga yetgan. Qozog'iston bilan bo'lgan savdo ko'lami jihatda bu yanada Sharqiy Turkiston birinchi o'ringa o'tgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.